Akalar Tunikafon qilmagan bo'lsalar bu video aynan sizlarga bo'ladi. Tunikafon qanday hisoblashini ham shu videoga aytib o'tib ketamiz. Bu Fayzi xonadonimizga 500 kvadratlik joyda urib bergan usta akamiz, ya'ni Dilshod aka onlayn keldi. Assalomu alaykum, Soljon aka, yaxshi keldingizmi akajon? Yaxshi, xudoga shukr. Dilshod aka, bu Fayzi xonadonimizga 500 kvadratlik joyda urib berilay. 520 kvadrat aka. 520 kvadrat. Ha, tashqarida ham urilyapti. Ko'rsatib qo'yasiz, qarang. Bu xonadonimizga ikki xil nasreniyadan, ya'ni patolog kutib olayotganda, to'g'rimi? Albatta aka. Qarang. Bu fasonimiz qanaqa fason? Bu aka cheti lotka fason bo'ladi, o'rtasi haytik aka. Adashmasam, hozir 2026-yil trendga tushmaydigan fason. Shunda aka, yangi chiqqan fason hozir palma bilan mana shu modadan bo'lyapti. Operativ keling. Mana u endi bu nasreniyadagi patologni ko'rsatib qo'yasiz, qarang. Akajonim, bu yerda bu katalogchani tanlaganimiz bizga mana shunday katalog ko'rsatdi, biriga bir qilib berasizlarmi degani uchun bizlar biriga bir mana shunday qilib beryapmiz akajonim. Uy egasiga ma'qul. Albatta. Uyda egasiga ma'qulligi mana shu yerga shu fason tushadi, bu yerga bu fason tushadi degani uchun biriga bir qilib beryapmiz. Dilshod aka, qarang. Bu yerga plafonni faqat chetga taraflarga qo'yib bergan ekanlar. Albatta. Xohlasak o'rtaga kosmos ham qo'ya olamizmi? Shunday akajonim. Kosmos ham qo'ya olamiz. Ha, kosmosni ham katta kichikligi, narxi ham o'zgarib turadi aka. 150 dollardan 250 dollargacha narxlanadi aka, katta kichikligi. Katta kichikligiga qarab. Kataloglarni ham mana shu ekranga qo'yib qo'yaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu fasonimiz 3D rombik, adashmasam. Albatta, 3D rombik aka. Yangi bu ham rangi ham bir xil bo'lgan ekan. Rangi bir xil, ha aka. Kvadrati kubikchasi bilan ham bir xil bo'lgan ekan. Shunday aka. Обычный deydi-da buni, bir xil. Xohlasak boshqa ranglardan ham qilib beraveramiz. Qo'yib beramiz. Mokri bor, aka, korishnovoy bor. 3-4 xil ranglarimiz bor, tunikamiz. Rangga umuman farq yo'q-da, xullas. Albatta, unda ranglarga o'ynamaydi. Mana qarang, aka, masalan, bu yer hovlimiz. Operator keling, bu tarafdan ko'rsating, qaranglar, qanaqa chiroy berib turibdi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Agar mana shu usta akalarimiz mehnati yoqqan bo'lsa, bitim talakdan yemaysizlar va kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmas akalar. Aka, keyin 2026-yil keling obunachilar kuttirmaymiz. Narxlar qanday bo'lyapti? Narxlar aka 140 mingdan 180 minggacha bo'lyapti. Nima uchun unaqa desangiz, tunikani qalin yuqaligida ham farqi bo'ladi akajonim. 3lik bor, 3,5lik bor, 4lik bor aka. 4lik. Bu darvozaxonamiz, ya'ni shu pastdagi fason bilan bir xil ekan-da, lotka fason, haytik o'rtasi. Hozir ish jarayoni bo'lyapti akalar, ahamiyat bermaysizlar, mana qaranglar. Hozir bitta ozroq ishimiz qoldi, xudo xolasa. Faqat tashqarida bir 2 kunlik ishimiz qoldi akajonim. Dilshod aka, bu manzilimiz, ya'ni qayer bu? Bu yer aka Jizzax viloyati O'smat shaharchasida bo'lyapti hozir. O'smat shaharchasiga akalar mana ko'rib turganlaringda, usta akalarimiz joy tanlashmaydi, viloyat tanlashmaydi, behujolar 12 ta viloyatga ham keladi. Albatta akajonim, boramiz. Negativchilar bitta like bosasizlar, malades ustalar deb kommentariyaga yozsam esdan chiqmas. Endi hammaga qiziq Dilshod aka, 2026-yil narxi qanday bo'lyapti? Aka 140 mingdan 180 minggacha bo'lyapti. 140 mingdan 180 minggacha. Ketayotgan rasxoti. Bu qanday hisoblanadi? Endi shuni ham aytinglar, qarang. Aka, bu hisoblanishi, masalan, katalog tanlab bersa, mana shu 260lik haytik fasonimiz hisoblanadi. 260 ga uriladi aka bu. 260 ga. Ha, pastdagi rombikchalarimiz 180 ga uriladi aka. 180 deganim bitta kvadrat, birga bir kvadrat joyingizga 180lik kataloglarimiz bor, 220lik, 260lik katalogimiz bor. 260lik. Ya'ni tunikafon qanday hisoblanadi degan savollaringga akalar, mana hozir ko'rib turganingizdek les bu qayrilgan, to'g'rimi? Shunday aka. Mana u qayrilganlarni ham hisoblanadi. Albatta aka. Bu rasxodiga hisoblanadi. Shunday akajon. Ha, agarda yo'q, menga faqatgina mana shu kvadratim qancha bo'lsa shunga pul beraman desa, bu bez rasxod bo'ladi. Faqat narxi o'zgina baland bo'ladi. Shunday akajon. Ya'ni 280 mingdan 380 minggacha kvadratini aytadi, uzunligini aytadi, enini aytadi, kvadratini chiqaramiz, shu puldan urib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, agarda tunikafon qildirmoqchi bo'lsalaring, bu muammo emas. Hattoki pullaring ozgina bo'lsa ham akalarimizda, ya'ni nasiya savdolangan bor. Albatta aka. Nasiya savdolaringga, ya'ni qayerlarga bu nima qiladi? Faqat Samarqand viloyatiga aka. Faqat Samarqandga. Albatta. Ha, boshqa viloyatlarga? Yo'q aka, faqat Samarqandga. Samarqandga. Albatta. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, bu usta akalarga zakaz qiladigan bo'lsalar, hattoki
bitta samarezga ham ovora qilmagan holda, to'g'rimi? Shunday aka. Rekasi bormi, tunikasi, listasi hammasi o'zingizda bo'ladi. Usta haqi ham, dastlabki haqi ham. xizmati ham, Aha. dorilash ham ichida bo'ladi aka. Kaliforniya terak bo'lsa, dorilash ichida ham bo'ladi. Doğrulash xizmatlari ham bor. Albatta akajonim. Ha, ya'ni bizlarda yurtdoshlarimiz endi ko'p hamma ham Rossiya hissasini bosolmaydi, Shunday bor. akajonim. Ya'ni agar mesni bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Ha, mesni bo'layotgan bo'lsa, dorilash xizmati ham ichida bo'ladi aka. Qurtga qarshi bo'ladi. Albatta. Nima uchun biz garantiya beryapmiz? 25 yildan 30 yilgacha deganimiz, shuni evaziga shuning uchun dorilash xizmati ham bizdan akajonim. Kap bo'lishi mumkin emas. Aka mana tashqarida ham ish bo'lyapti aka. Aka, hozir ish jarayoni bo'lyapti mana. Mana Mana shu ustakalamizga bitta laykni ayamaysizlar. darvozaxonamizni tashqari tomoni aka. Tashqari tomon, operativ keling, ko'rsatasiz. Shapka deyiladi, to'g'ri? Shunday akajonim. Bir qanaqa fason bo'ladi? Bu yer ham aka nima bo'ladi? High-tech fason bo'ladi. High-tech fason bo'ladi. Albatta. Ya'ni lotk fason. Shunday aka. Necha xil fasonni bilamiz? Aka 100 xil fasonni bilamiz. 100 xil fason, ha? Mana shu lisalarni hammasini o'zlari bilan o'qib kelgansiz. Ha, lisasi, taxtasi, rikasi, samarezi, kilisi, usta xizmati ham, dastlabkasi ham ichida bo'ladi. Ichida aka. bo'ladi. Albatta aka. Uy egalaridan nima talab bo'ladi? Uyni egalaridan bitta talab bo'layotgan yotoq joyi bo'ladi, abitini qilib beradi, pulini beradi. Bo'ldi. Nasiya savdoga nima talablar kerak bo'ladi? Nasiya savdoga davlat ishida bo'lsa pasport, plastik kartalar bo'lishi kerak. Pensionerlar. Ya'ni u bunga protsent qo'shilib qolmaydi. Yo'q, aka o'zini pulini u bo'lib to'laydi aka. Ha, ya'ni 80 million bo'lsa 80 million to'laydi. Shunday aka. Ya'ni 100 million qilib to'lamaydi. Yo'q akajon. Mana akalar sizlarga imkoniyat. Dilshod aka nomerlari pastga Telegram, WhatsApp bor. Agarda katalog so'zini yozsalaring, katalogini tashlab beraveradi. Aka albatta taylab beraman aka. Endi sizga savol ham berib o'tib ketaman. Qarang, tunikafon qildirmoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga bitta maslahat berib o'tib ketasiz. Aslida tunikafonimiz necha qalinlikdagi tunikafondan qilish kerak? Ya'ni Eng maksimal bo'lmagani 3,5 dan 4 gacha qilish kerak. 3,5 dan 4 gacha. Hozir mana shu xonadonimizga necha qalinlikda qildik? 4lik bo'lyapti aka. 4lik, ha? Albatta. Akalarimiz xizmati 12 ta bo'layotgan bor. Akalar telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, musofirda yurgan aka, uka, opa-singillarimizga bizni kanaldan, ya'ni U savdo obzor kanalidan telefon qilsa nima bonus qilamiz. Aka narxidan 5-10 mingdan o'tib beramiz. Qo'shimcha bir ikkita ishlar bo'lsa, unga hisobga olmay o'zimiz qilib beramiz akajon. O'zingiz qilib berasiz. Albatta aka. Agar va'dasi o'kalar qo'yib beradigan bo'lsangiz qanday bo'ladi? Aka kelishamiz akajonim. Kelishamiz. Ha, shunday. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Dilshod akaga rahmat bergan. Mayli akajonim. Xudo xolasa yana yangiliklar Xudo xolasa. qilamiz. Jonboyda olamiz. Samarqand viloyat Jonboy tumanida. Jonboyga. Ha. Akalar kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shu akalarimiz ishlarini chiqarib boraveramiz. Qaysi fason yo'qsa, sirazi ko'rib telefon qilaveramiz. Shunday. Ha, albatta. Mana shunaqa tunikafon qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz va puli ozgina bo'lsa ham akalar mana shunaqa tunikafonlarni qildirsalaring bo'ladi.